Jigarlar, birinchi shot 9-9 bo'ldi. Shuning uchun men u videoni qo'ymaslikka qaror qildim. Xo'sh, 712 birinchi killni ajoyib tarzda oldi. Lekin 712 200 plus pinda o'ynayapti. Shu pin bilan shunday o'yin ko'rsatyapti. Ajoyib lekin. AWP xuddi X-ray borda bilganini qaranglar. Xo'sh. AWP kutib olishga qaror qildi. Sal-pal ochilib o'ynaganlarda yaxshiroq bo'lardi. Xo'sh, menimcha bu shotda hozir 712 oladi. 712, voy blad, pizdes. Vahuyet. Xo'sh. Bu yerda deb o'ylayaptilar. Lekin 712 kutib olishga qaror qilgan ekan. Bu shot menimcha 712 ga tegadi. Yo'q, adashibman. Avba. Xo'sh, 2-2 u tengma-teng ketyapti shotlar. Xo'sh, yaxshi. IQni qaranglar. Voy bilad. Kallani qaranglar ishlaganini. Shak berib qo'ydi 712. Voy bilad. Shak berib qo'yganlari neto bo'ldi. Xo'sh, yaxshi. Bitta shotni olib oldilar yana. Pizdes AWP. Xo'sh. Lekin to'g'risi bu o'yin menga yoqayapti. Hech qanaqa krisalik yo'q. Bu danni erkaklarda o'yinda bo'layapti. Sal chiqib o'ynasa juda mazza o'yin bo'lardi. Lekin baribir 712 da pin juda baland. 200 plus pinda o'ynayaptilar. Mana ko'rishingiz mumkin. 220 pin. Shu bilan shot olyaptilar. Men bu o'yinlarda bo'lsam shot ololmasdim to'g'risi. AWP ham yaxshi o'ynar ekanlar, faqat nima deydi? O'qlar danli tegar ekanda. AWPniki. Xo'sh. 712 pizdezlaru. Bitta muxti ikiz olmadilar. Qani. AWP kelyapti. Bekor o'tirdilar. Pizdez bu. Voy bilad. O'yin. Shot 10-7, 10-8. Menimcha 712 yutqazadilar. Chunki 1 minut qoldi. Bilad, kembek bo'ladimi yo? Kembek bo'ladimi? Voy bilad. 19. AWP uni qayerdaligini bilish kerak edi lekin. 194 pin. Tepada deb o'yladi. Shag eshitgan ekan. Voy bilad. Kembek bo'ladi-yo. Qani. Ey, ahmoq. Kembek bilad 200 plus pinda. Xuyet.